Bu ikkala shokoladdan biri to'g'ri usulda, biri esa xato usulda ishlangan. Sizningcha qay bir xato usulda ishlangan bo'lishi mumkin? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keling, men sizga to'g'ri usulda hamda sifatli shokolad tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Buning uchun bizlarga ilgak, mix hamda ikki xil turdagi xurustlarimiz kerak bo'ladi. Men tomchi hamda dumaloq xurustlardan foydalandim. Bu osnovalarni siz furnitura do'konlaridan topishingiz mumkin. Birinchi bo'lib tomchi xurustalni ilgakka o'tkazib olamiz. Menda ilgakning uzunligi yetarli darajada bo'lganligi uchun kesib o'tirmadim. Qayradigan poloskamiz bilan o'zimiz tomonga ichkariga qayramiz. Bir marta qayrganimizda xuddi shunaqa holat kelib chiqadi qizlar. Uni joyiga to'g'ri qaytarish uchun biz hosil bo'lgan teshikdan poloskamiz uchini tiqib, orqa tomonga bir marta qayirib qo'yamiz. O'shanda xurustalimiz hamda osnovamiz to'g'ri joylashadi. Xuddi shu usulda dumaloq xurustalimizni ham ilgakka o'tkazib olamiz hamda osnovani to'g'irlaymiz. Birinchi ilgakni ham bir tomonni yaxshilab yopib olamiz ki o'zimiz qayrayotgan tomonimizni, keyin ozgina joyini ochib, birinchi yasagan shokoladimizni o'rnatib olamiz. Birinchi to'g'ri yoki noto'g'ri yopilganligini ko'rish uchun albatta oxirigacha yopib olamiz. Xuddi shu usulda keyingi shokoladimizni ham tayyorlab olamiz qizlarjonlar. Sizga video manfaatli bo'ldimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.